Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Praga turnirining bugun biz Praga turnirining 7-turidagi o'zbekistonlik o'yinchilarning o'yinlarini ko'rib chiqamiz. Birinchi Nodirbek Abduttorov o'yinni ko'rib chiqsak, u Jordan Forestga qarshi o'ynadi. Nodirbek oqlarda, Van Forest qoralarda. Nodirbek yetarli ushladi. Va C6-C5. Cecilian Jamia. At-F3. At-Salt. At-F. At-Suj. Va Sholti. D4. Savurda D4. O'turdi D4. Va sizlarcha bir tane Ajdarho variantiga o'tishyapti o'yinchilar. Fili uch o'yinga olib chiqib bu tuhmat qilish agar mana bu qo'yganda mana bu otishma qilardi. Xo'sh. Defaultda Jordan Forest o'yinga chiqarmoqda. Fil C4 Nodirbek chiqarmoqda. Kichkina va fil B3. Mana bunaqa zarbalardan qo'rqdim Nodirbek. Regirovka qilib yubormadi. Shundan agar o'zi regirovka qilinganda bor ekan. Aytib ikki yoqlamaydi. Ularga shundan o'tini olish kerak. Va fil B3 hozir bo'lmaydi chunki o'zi qaytaverganda ikki yoqlamaydi. Yo'q. Zarba yo'q. Xo'sh. A5 sekin so'rib hujumga o'tmoqchi Van Forest. Regirovka qilindi Nodirbek. Piyoda shunchaki bepul piyodaga o'xshaydi, lekin mana buni qaytarib oladi. Agar fil uni urganda-chi. Shuni urganda ham olardi. Bunda qolalardi ustuni borish shekilda. Ursa uriladi va uriladi. Shunaqa ishlar bo'lib ketadi. Xo'sh. Urildi va ot B5. Filda mana bu yerga turib hujum qilishmi? Misol ot 2 yurmagandek. Tushmadim. Xo'sh. D5. Filda o'yinga chiqmoqchi Jordan Forest va fil bolti Forsenga hujum. Forsen E7ga qochdi va E7ga qochdi va Forsen E2. Mana bu tiqmay qo'yapti. Va E6 markaz mana bu filni yopib tashlayapti. Jordan Forest. Va bu yerda yaxshi ish borki C4. C4 nuqtada urib tashlasa ruh F2. Hujum. Farzand qo'ysa ot. Farzand vaziyatni ochib tashlash. Ochib mana bu o'tga temp. Ochib tashlamoqchi bularga va tez hujum qilib tashlash, lekin uni ko'rmay qoldi Nodirbek. Otda bir yurdi va ot E5. Ot E5 bilan E6ni o'rnini almashtirdi Jordan Forest. Filda tur. Otga ozmak solish.
Ruhi ish. Mana bu otga hujum. Ot sevchiga qochdi. Urildi. Ana shu. Va Farson Seyit sifat qurbonlik qilmoqda yordamga Forest. Chunki kompensatsiyasi shu juda kuchli markaz. Nodirbek suhbatni olmadi. Lekin otga hujum qildi. Hozir uriladi. Fil bilan uriladi. Keyin bu Farson bilan uriladi. Otda qochish kerak. Endi bu otga kim hujum qilinyapti? Farq turib boryapti. Endi sifatni oldi xo'sh. Va ot sevuvchi. Xo'sh, hujum bo'ladi otga, shundan qochib qo'yapti. Hop. Bebeş. Hücum başlamoqchi, xo'sh. H3 mana bunaqalardan fil bilan bu yerga olib kelib shampunlardan qo'yyapti va orqadan ruh bilan mana bu yerda hech qanaqa sipoh yo'q bo'lsa, ruh bilan shoh berilsa, mana bu yerlardan qochib ketish. Profilaktika. Va ot setur mana bu piyodaga hujum. Va o'rtada besh. Ikkita piyodaga 3ta sen bo'ladi. 3ta piyodaga otni berib yuboryapti. Otni qochdi. Xo'sh, bu yerga fil xo'sh. Fil F5 mana bu piyodaga fil qochib ketsa, keyin u piyodani uraman deyapti. Va sevuvchi xuddi o'shini olyapti. Va yordamga boris ot setur yuryapti. Hozir ursa piyoda yutib qolmaydi. Nodirbek ruh tebish. Otga ruh tebish. Bu yerga nima? Bu yerga bunday bo'lsa, piyoda yutib olishmagan. Farzand pouch ibotdi. Bo'pti, urildim. Doğrusu. Lütfen Nodirbek. Yordamga borishim. Qayta ruhni berib yuboryapti. Ochib qo'ygan. Nima bo'ladi? Bu yerga ustunlik qoralashib ketadi. Kompyuter. Shuncha ruhni berib yubordi. Va sipoh ustunligi bor, lekin bitta sipoh filga 3ta piyoda qolib ketdi. Bu 3 teng. Lekin Nodirbek g'alabaga o'ynaydi. Chunki bu piyodalarda farzand qolishi mumkin. Xo'sh, ator piyodani surish. Farzand F5. Xo'sh, shoh berilmoqda. Farzand F5 yana qaytarilmoqda. Ruh etor. H5 shoh G1. Shoh H7.
farzand E1, ruh F7 va H4. Ruh D7, G3, farzand F3, farzand G4, farzand E2, farzand mashg'uldan qochishdi, farzand 4, shoh G2, shoh berilmoqda, farzand bilan yopilmoqda va farzand B5 bu vaziyat durang va piyoda berib yubormoqda. Keyin qaytarib yuboradi. Urg'urdi oldi bilan hozir urilgan bo'lsa kerak. Keyin mana bunaqa qaytarib qayerga yurgani degan Forest shu bilan blokladi va bu durangga rozi bo'lishibdi. Forest va Nodirbek. Va Nodirbek Yoqubboyevga o'tsak. Uning raqibi Nodirbek Yoqubboyevning raqibi Aravinchidan baran edi. O'yin bu yerda Medor va C5 yana seslancha partiya. Bu yerda Dalda To'g'ri buni oti ismini chiqib qoldi, qanaqa varianti degan. Va F3 piyoda yana qo'ymoqda. Otga hujum, yana otga hujum, g'oz urib piyoda qavatlantirish va fil o'yinga olib chiqish. Fil E3 fil o'yinga olib chiqmoqda va fil E7 rakrovga yetamoqda. Farzand E2 bu Yoqubboyev birinchidan baran esa katta rakrovga yetamoqda. Nodirbek Yoqubboyev qoralardan birinchidan baran oqlardan ot D7 ot o'yinga chiqmoqda va G4 degan shoh flangda hujumni boshlayapti. Aravinchidan baran H6 hujumni to'xtatyapti. Katta rakrovka va B5. Nodirbek esa fers flangida hujumni boshlayapti. Shoh B1 profilaktika, farzand C7 farzand o'yinga olib chiqish va A3 bu ham profilaktika shohga ochib qo'ymoqda. Ot bo'ldi, otni o'yinga chiqarish. Ot A5 mana bu yerga o'rnashtirib qo'ymoqda. Sekin mana bu gorizontalda o'yin olib bormoqda. Hujum. Farzand F2 mana bu otga hujum. Ot D7 farzand D2 ot F6 farzand F2 durang taklif qilganchidan baran Yoqubboyev yo'qotadi va ruh B8 yurdi. Ot urdi va farzand bilan o'tish kerak. Almashuvga borish kerak. Farzand urdiki farzlar almashib ketish kerak ekan. Lekin mana bunaqa ish bor ekan. Hozir ursak nima bor? Urildi. Keyin mana bu fil qandaydir passiv bo'lib qolar ekanda. Fil D7 qochdi. Farzand E1 otni qilmay qo'yapti. Va H5 almashishlik deyapti. Almashishlikka bormabdi. Yoqubboyev rakrovka qilmagan sababi shoh flangida hujum bo'lib ketadi. Bu yerda eng kuchli nima degan? Ruh devchi degan.
sekin o'ngga olib chiqishim. Aha. Va fil. Ikki. Bilan olmay qolmoqda. Va farzandi 8. Nimaga bunday yurdi ekan? Va o'yinchilar hozir anchagina vaqt ekan. Yaxshi yurish bor ekan. Xo'sh, nima yurish ekan? Nima yurish bor ekan? Xo'sh. Ularkan. Deyapti kompyuter va F4. Ruhga hujum. Ruh. Ruh Ruhga bir hujum boshlasa kerak. Oqilar uchun. So'qmayaptimi? Yana tushunsa bo'ladi. Vaqtlari ancha kam. Saidnur Farruh F8. Qaysi yursin? Flashlar. Hujum. Farzanda mana bu. Shohlangan. Adashma. Ayas. Bilmasam. Va F4. Markaz ochib tashlashayapti va yana bitta. Hatto plus 2. Bana o'xshadik. Ruhlanmаш ketdi. Figashlar hozir ana bitta mana plus 2 ustining. Ruhdagi fagolte. Hozir filga hujum qilib katta hujum boshlanadi. Shunga oqlar. Oyuklar bo'pti. Gebiş. Böyle bir farzını kızını yaptı. Bir de alışık hareket. Buna kadar olmakta ve ruh aşkı hazır olmak şöyle. Filgi uçku hoştu. Kazak şu şöyle. Şah gezek gez. Ekan. Mana bu filgi bir odiyat. Hem plus 5 üstüne. Çok biraz şah iyiydi hoştu. Ve ot bilen şah mana bu piyoda. Endi bizga boshqaroq bo'ladi. Bir ikkita yo'q. Joy qo'l xolos. Kamga ruh 8-diagonalida. Farzandsa 5. Piyodani farzandga qochib ketishdan oldinlanyapti. Filda 5. Farzanda mana bu yoqlarga kelishni oldinlanyapti. Shoh F6. Shohni qochmoqda. Mana bu yerda mana bu piyodaga hujum qilgan ekan. Mana bu yerda endi tortib oladi piyodan. Va betor. Karamujida ham chuqur seytmoqda. Shuning uchun mana ko'ryapsizlar. Bu 35-yurish va 2 minut va 1 minut vaqt. Vaziyat chigallashtirmoqchi Nodirbek. Urmadi piyodaga bosh qo'ymoqda va shohga 5. Shohni qochib ketyapti shoh. Hech qanaqa shohlar 5ga endi qiyin u yerdan. 5 xonasida. Va ruh 8 mana bu yerga kelib turib miydan shoh berib farzand yutib yurish. To'xtasa kerak. Farzand yutur. Hozir buni ko'rolmaymiz. Endi farzand qo'yadi. Farzand hamma shuni qilyapti.
Yok diyeplerim içten başa. Saman vardı. Yok. Böyle kırmatı sürüp varınca çıkmakçı. Içten başa. Pahuç. Soğurdu pahuç. O'sha kelimek chigallashtirmoqchi vaziyatda Nodirbek Seyitnot 20 soniya vaqt qo'ygan. Uchta mana o'zinga bir shoh ruh 8 sekin bu yerlardan qochqo'zim voy farzandcha 3 ruh 1. Endi mana bu yerdan ot kelyapti. Agar bu yoqqa qochib ketaman desangiz bir ko'rasizlar bilan olti shoh shoh bitta shoh 5 shohda 3 5 filli to'layapman. Shunaqa qilib Voqif Shimara shunaqa qilib ba'zan bloklarkan bir shoh xullas Rustamot o'rgatarkan. Shuning uchun vaziyatni qaytarishga majbur ekan. Ramishdan bara vaziyat qaytarildi. Shu vaziyat qaytarildi. Shu bilan Nodirbek Yoqubboyev vaziyatda qochib ketmoqda. Endi ular tushunsa bo'ladi, vaqti kam edi. Shuning uchun shunaqa bo'ldi. Xo'sh. Turning jadvalini ko'rsatib qo'ysam. Yordam polis birinchi o'rinda. Telefonim qotib qoldi. Birinchi o'rinda 5 ochko bilan Nodirbek Sattorov. Ikkinchi David Navaram bilan va Nodirbek Yoqubboyev 3 ochko bilan ancha tomonlar. 7 tur va 2 tur qolmoqda. Van Forest 1da. Nodirbek 1da bo'lish uchun kurash olib boradi. Lekin Nodirbek Yoqubboyev hali ancha pastda. Shundan bor. Va Gugesh Samaraj oxirgi o'rinda ekan. 20 minus. Bundan ishlar yurishmayapti Gugeshni. Keyingi turda Absattorov